Azizlar hozir Alo. topamiz yordam so'rayapti. Assalomu alaykum opajon. Assalomu alaykum. Opajon hozir telefon qilib menga ko'tarolmay qolibman. TikTok'ingizni topolmadim nimaligini. Opajon qayerdansiz? Samarqand. Samarqanddan. O'zimiz qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz opajon. Sevinchoq yaxshi bo'lib qolsa bo'ldi opa. Rahmat, Xo'p, asalim yaxshi bo'lib qolgan asalim. Olmasa kerak sidurga berib komaga tushib qoladi. Hozirgi nimasida Bo'l. soch uzun qisqachaydi, komada olib tashlash, hozir boshida orqasida rak deyishyapti-da, o'simta bor deyishgan. Jigarlar mana Sevinchoqda ancha og'ir ahvolda ekan. Hozir yaxshi, og'ir bunaqa ahvolga tushib qolyapti ekan. Azizlar, yordam qilamiz qo'limizdan kelgancha. Bugun TikTokda prямой efir qilamiz. Bugun qattiq yordam bilan olishamiz azizlar. Mana shu qiz yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi. Yana bor edi qani. Assalomu alaykum barchaga, hammaga xush kayfiyat. Jigarlar, bugun TikTok prямой efir qilamiz. Xudo xolasa 19:00 da boshlaymiz. Donator tog'alarimiz kirib chiroyli podдержка qilib yuboramiz. Sevinchoq qizimiz yaxshi bo'lib ketsin. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Maksimalni like, podelisa urib, tarqatib, kommentda yozib banglatamiz. Joninglar sog' bo'lsin.